Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Jamol Abdumallakov. HTML darslari davom etadi. Bugungi darsda sizlar bilan biz HTMLda o'sha strukturasi haqida gaplashishimiz kerak, ya'ni saytlarning strukturasi haqida gaplashishimiz kerak. Xo'p, o'zi odatda sayt ishlab chiqilayotgan paytda juda ko'p holatda xuddi shunaqa strukturada bo'ladi. Endi buni layout deb qo'yishadi, ya'ni qanaqadir qolip, ya'ni shu layout bo'yicha saytlar yasaladi. Endi layoutni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi qismda mana bu qism header hisoblanadi, ya'ni bosh qismi. Head bosh degani, ya'ni o'sha sahifani bosh qismi header. Juda ham ko'p saytlarda ko'rgansizlar bu qismni. Xo'p, undan keyin nav qismi. Bu nav qismi o'sha menyular uchun ishlatiladi, ya'ni menyular shu nav qismida yoziladi yoki nav tag orqali yoziladi desa ham bo'ladi. Keyin sahifaning asosiy qismi, main qismi, ya'ni o'sha header bilan footerni orasidagi asosiy qism. Keyin asosiy qismning ichida ham o'sha bo'limlar bo'ladi. Bo'limlar section deyiladi. Ya'ni section degani o'zbekchasiga bo'lim degani. Xo'p, endi keyin sectionlardan tashqari yana o'ng tomonda yoki chap tomonda aside bo'ladi. Ya'ni aside tag orqali qanaqadir sidebarlar yoziladi. Sidebar bu o'sha yon panel, asosiy qismdan ajragan yon panel hisoblanadi. Ya'ni bu ham baribir mainning ichida bo'ladi, lekin mana bu asosiy bo'limdan ajragan yon tomondagi panel bo'ladi. Bu yon tomondagi panelda ba'zida manaqa menyular bo'lishi mumkin, ba'zida boshqa qo'shimcha xususiyatlar bo'lishi, buyruqlar bo'lishi mumkin. Va hamma saytda eng tagida manaqa footer qismi bo'ladi. Ya'ni shu strukturani eslab qolsanglar o'zinglar uchun yaxshi, chunki juda ham ko'p, 80-90% saytlar xuddi shu o'sha layout bo'yicha quriladi desa ham bo'ladi. Tepada header bo'ladi, ya'ni bosh qismi ba'zida navbar header ichida bo'ladi, ba'zida aside ichida bo'ladi. Nav bu o'sha navigation bar, ya'ni o'sha menyu, o'sha bog'lanish, asosiy va yana biz haqimizda degan bir linklar bo'ladi. Shu linklar orqali boshqa sahifalarga o'tib ketish mumkin. Nav shu o'sha yo boshqa saytlarga yo boshqa sahifalarga yo'naltirish uchun ishlatiladigan tag desak bo'ladi. Keyin asosiy qismi, keyin asosiy qismning ichida ko'p bo'limlar bo'ladi. Bu bo'limlar section bilan ifodalanadi. O'sha bo'limlarning yon tomonidagi o'sha sidebar, yon panel bu aside tag orqali ifodalanadi. Keyin pastda mana footer bor, o'sha saytning tag qismi. Buni endi real sayt misolida ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun shu sayt misolida ko'ramiz. E'tibor bersak, mana tepada header bo'ladi. Header bu saytda mana bu qism hisoblanadi. Mana shu qism header hisoblanadi. Xo'p, undan keyin mana navbar, navigation bar mana bu qism hisoblanadi. Xo'p, undan keyin endi mainga keladigan bo'lsak, main mana shu qismdan boshlanib, mana shu qismgacha davom etadi. Ya'ni shu yerdan boshlanadi, mana bu yerdan boshlanadi, mana shu yerdan boshlanadi. Keyin mana bu qismgacha keladi. Ya'ni sahifaning asosiy qismi, bosh qismi va footer orasidagi oraliq main qismi deyiladi. Mana main qismi. Endi sectionlarga keladigan bo'lsak, sectionlar juda ham ko'p. Mana misol uchun birinchisi bu top mahsulotlar section. Section bo'lim degani. Top mahsulotlar bo'limi mana. Sectionda har doim o'sha sarlavha bo'ladi. Mana top mahsulotlar sarlavha. Mana shu butun boshli mana shu top mahsulotlar 5 ta 6 ta kart bu top mahsulotlar bo'limi, ya'ni section hisoblanadi. Ya'ni biz o'sha kod yozayotgan paytda har bitta bo'limni o'sha section tagi bilan yozib ketishimiz kerak. Buni ham hozir ko'rsataman. Mana bu bitta bo'lim. Bundan tashqari mana bu endi ikkinchi bo'lim, ya'ni ikkinchi section. Mana bu ikkinchi section. Bunda ham o'sha mana sarlavhasi bor. Bundan tashqari butun boshli bo'lim bor. Va bundan keyin mana siz uchun tanlangan mahsulotlar bo'limi. Mana e'tibor berishingiz mumkin. Bu ham bitta bo'lim. Bu ham o'sha section tagi orqali ajratilishi kerak. Endi mana shu qismda main section tugadi, ya'ni main qismi tugadi. Main mana bu qismda boshlanadi. Mana bu qismdan boshlanadi, mana shu qismdan boshlab bu yoqgacha keladi. Mana bu yoqgacha keladi. Shuni orasidagi hamma narsa mainning ichiga kiradi. Endi oraliqlar, mana bo'limlar, bular section deyiladi. Mana bular section deyiladi. Endi bizda nima qoldi? Bizda footer qoldi. Endi bu saytimizda hozir aside yo'q ekan. Boshqa sahifasiga o'tib ko'rsatib beraman aside-ni. Footerga keladigan bo'lsak, footer mana bu qism. Shu qism footer deyiladi. Ya'ni o'sha qo'shimcha ma'lumotlar bor, bu yoqda ham o'sha linklar bor. Misol uchun, anaqalar bor, bog'lanish uchun kerak bo'ladigan narsalar bor, anaqa logolar bor, shunaqa qo'shimcha ma'lumotlar beriladi sayt haqida.
Misol saytda qachon ishga tushirilgani, misol litsenziyalari, sertifikatlari shu qismda bo'ladi odatda. Ya'ni footer bu pastki qism. Foot degani bu oyoq degani, ya'ni saytni o'sha oyoq qismi, past qismi degan ma'noda. Xo'p, endi biz S-Site'ni ko'radigan bo'lsak, boshqa sahifaga o'tishimiz mumkin. Mana aytaylik, mana bu sahifaga o'tamiz. Mana bu sahifaga o'tsak, mana bu qismda ham mana nima bor? Header bor. Mana bosh qism. Mana qismda ham mana bu sahifada ham manaqa navbar bor. Ko'rishingiz mumkin navbar. Bundan tashqari S-Site qismiga keladigan bo'lsak, mana bu qism yon panel. Asosiy qismdan ajragan yon panel bu S-Site tag orqali yasaladi. Bu sidebar deyiladi yoki yon panel deyiladi. Mana bu yoqda o'sha filtrlar bor ekan. Joylashuv bo'yicha filtr qilish mumkin, reyting bo'yicha filtr qilish mumkin, kategoriya bo'yicha filtr qilish mumkin. Shunaqa filtrlar bo'ladi. Ba'zida mana u navbar, mana bu qismdagi navbar, bu qism ichida bo'ladi. Shunaqa. Endi yana boshqa sayt misolida ko'radigan bo'lsak, mana Gexaniga misolida xuddi shu strukturani ham ko'rishimiz mumkin bu yoqda. Mana e'tibor bersangiz, birinchi mana header, mana header bosh qism. Keyin navbar. Navbar o'sha nav bu mana bu qismni biz navbar deyishimiz mumkin. Mana bu qismni navbar deyishimiz mumkin. Ya'ni kursani bossak, kurslarga o'tkazib yuboradi, Gix raqamlardan bossak shu qismga o'tkazib yuboradi, bog'lanishni bossak, bog'lanishga o'tkazib yuboradi. Ya'ni o'sha saytni yo'naltirish tugmalari navbar bo'ladi. Xo'p, undan keyin main qismi mana shu yerdan boshlanadi, mana bu qismdan. Mana shu yerdan boshlanadi navbar. Mana bu qismgacha. Navbar demak kechasizlar main. Main shu yerdan shu yoqqacha boshlanadi. Mana shu qismdan boshlanadi va mana bu qismgacha davom etadi. Mana shu yoqqacha. Shu qism main deyiladi. Mana main shu narsani ichiga olgan, ya'ni header bilan footer orasi main bo'ladi. Hop, endi sectionlarga kelsak, section o'sha boyaga aytganim bo'limlar. Mana misol uchun bu bitta bo'lim. Gix haqida ma'lumot beryapti. Mana uni sarlavhasi bo'ladi mana. Undan keyin o'sha ma'lumotlar. Undan keyin ikkinchi bo'lim. Mana. Mana bu ikkinchi bo'lim. Mana buni sarlavhasi bor va bu yoqda ma'lumotlari bor. Bundan keyin aytaylik, mana buni uchinchi bo'lim deyishimiz mumkin. Mana bu uchinchi bo'lim. Mana uni sarlavhasi bor, mana bilim ol. Undan keyin mana shu umumiy bo'lim. Bu ham bitta section. Undan keyin mana yana bitta section. Mana yana bitta section. Mana uni sarlavhasi bor, Gix raqamlarida va uni ma'lumotlari bor. Bu ham bitta bo'lim. Bundan keyin asroqqa tushadigan bo'lsak, mana FAQ section, eng ko'p beriladigan savollar bo'limi. Bu ham bitta section. Keyin mana oxiri mana bog'lanish, ro'yxatdan o'ting bo'limi. Bu ham bitta section. Endi pastda anaqa o'yin berib qo'ygan ekan. Bu ham bitta bo'lim, bu ham bitta section. Endi uni sarlavhasi bo'lmasligi mumkin, lekin u ham baribir tepadagi bo'limdan ajralib turibdi. O'sha anaqa mazmuni boshqacharoq buni sal. Shuning uchun ham bu ham alohida bo'lim hisoblanadi. Ya'ni shunaqa. Saytda juda ham ko'p saytlarda struktura shunaqa bo'ladi. Mana bosh qism bo'ladi, navigation bar bo'ladi, navbar, main tagi bo'ladi. Misol main qismi, keyin bu yoqda section bo'limlar, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, keyin bu yoqda yon panel bo'ladi. Keyin mana bu yoqda footer qismi bo'ladi. Endi savol berishingiz mumkin, mana header nimaga tag turibdi, mana nimaga anaqa tag sifatida yozilgan, o'zi mana bosh qismda yozish uchun alohida tag, navbarda yozish uchun alohida tag, mana mainda yozish uchun alohida tag, bo'limlarni yozish uchun alohida taglar bor. Endi u taglarga o'tadigan bo'lsak, endi ozgina murakkabroq tuyulishi mumkin, aslida murakkab emas. Bu taglarni tushunishimiz uchun o'sha semantik elementlar degan tushuncha bor. Semantik elementlar bular o'sha HTMLdagi ma'noga ega bo'lgan elementlar. O'zi odatda mana shu 6 ta semantik element, header, nav, main, section, site, footer hammasi div bilan bir xil. Ya'ni bular hammasi div bajargan vazifani bajaradi. Faqat ya'ni o'zi div deganda div bu konteyner edi, ya'ni boshqa elementlarni guruhlab turish uchun ishlatiladigan konteyner. Korobka desak ham bo'ladi. Shu korobkaning ichiga boshqa elementlarni solamiz va u elementlar shu korobkaning ichida guruhlangan holatda turadi. Bu header ham, navbar ham, main ham, section ham, site ham, footer ham div bilan bir xil. Ya'ni div bilan bular bajargan hamma vazifani bajarishimiz mumkin. Lekin nimaga bular kerak bo'ladi bizga? Bular o'sha sahifaga ozgina, kodga ozgina ma'no berish uchun. Ya'ni 100 qator, 200 qator, 300 qator kod bo'lib ketsa, kodimiz juda ham o'sha
tushunarsiz tuyuladi. Hamma joyda div bosib ketgan, nimaga javob beradi, qaysi element qaysiga javob beradi bilmay qolamiz. Shunaqa muammo bo'lmasligi uchun shunaqa semantik elementlar o'ylab topilgan. Misol uchun biz bosh qismini yozish uchun headerdan foydalanamiz. Nega yo'naltiruvchi tugmalar, o'sha boshqa sahifaga o'tkazadigan tugmalar, bog'lanish, asosiy sahifa, biz haqimizda sahifasiga o'tkazadigan o'sha qism bu nav tagi bilan yoziladi. Keyin sahifani asosiy qismi o'sha header bilan footer orasi bu main bilan yoziladi. Keyin har bitta bo'lim mana bu section tagi bilan yoziladi. Anaqa yon panel bo'lsa biz aside bilan yozamiz. Agar bizda pastki qism bo'lsa, eng tagidagi pastki qism, uni footer tagi bilan yozamiz. Bularni div bilan vazifasi bir xil. Faqat o'sha boshqa dasturchi kodimizni o'qigan paytda bunday headerni ko'rganda biladiki, demak bu sahifani bosh qismi. Navni ko'radi, demak bu demak o'sha navigation bar, ya'ni menu. Keyin sectionni ko'rsa, demak bu yerda bo'lim boshlanibdi, bu yerda bo'lim tugabdi. Footerni ko'rsa, demak bu sahifani pastki qismi ekanini tushunadi. Undan tashqari o'sha SEOni rivojlantirish uchun bu taglar bizga yordam beradi. Ya'ni o'sha Google botlari bizni saytimizni indekslash uchun kirgan paytda sahifani strukturasi to'g'ri qurilganmi, to'g'ri qurilmaganmi bilish uchun bunaqa taglardan foydalanishimiz kerak. Lekin natijaga unaqa katta ta'sir qilmaydi. Ya'ni kodimiz bir xil turaveradi baribir. Misol, natija brauzerda bir xil ko'rinaveradi. Header bilan yozsam, div bilan yozsam. Lekin header bilan, nav bilan, main bilan, section bilan, site bilan, footer bilan yozish kodimizni tushunarli qiladi. Boshqa dasturchilar bizni kodimizni tushunish oson bo'ladi. Undan tashqari o'sha Google botlari saytimizni indekslash uchun kirgan paytda mana bu taglardan to'g'ri foydalangan bo'lsak, demak bu o'sha nima sahifani strukturasiga to'g'ri e'tibor bergan ekanligiga bir xulosaga kelishadi. Ya'ni header bu bosh qismi uchun, navbar menu uchun, main sahifani asosiy qismi uchun, section har bitta bo'lim uchun, har bitta bo'lim section tagi bilan ajratib yozishimiz kerak. Aside yon panel uchun, footer bo'lsa sahifani pastki qismi uchun. Xo'p, semantik yana boshqa semantik elementlar ham bor, lekin mana shu 6 ta semantik element eng ko'p ishlatiladi. Shuni bilib olsak, menimcha bizga hozircha yetarli. Ya'ni bu semantik elementlarni yaxshilab eslab qo'yinglar. Div bilan vazifasi bir xil. Ya'ni bularning o'rniga div yozsak ham bo'ladi. Lekin o'sha kodimiz chiroyli ko'rinishi uchun, struktura to'g'ri bo'lishi uchun, o'zimiz ham adashib ketmasligimiz uchun, boshqa dasturchilarning kodimizni ko'rib oson tushunishi uchun shunaqa semantik elementlardan foydalanamiz. Semantik elementlar bular ma'noga ega bo'lgan elementlar. Nomidan mana vazifasi aniq elementlar. Mana header nomi, header bosh qismi degani. Demak, bu bilan bosh qismi yozilar ekan. Nav degani navigation bar degani. Ya'ni menu degani. Demak, buning ichida menu yozilar ekan. Section bo'lim degani. Misol, demak sectionda bo'limlar yozilar ekan. Main bu asosiy qism degani. Ya'ni o'sha header bilan footer orasidagi hamma narsa main ichida yoziladi. Bu asosiy qism degani. Asosiy degani main degani. Aside endi o'sha yon panel. Footer pastki qism. Ya'ni nomidan vazifasi aniq bo'lib turgan elementlar bular semantik elementlar deyiladi. Xo'p, sizlar bilan shuni o'tishimiz kerak edi. Endi keyingi darsda bu narsalarni o'sha kodda, real kodda ko'ramiz. Sizlarni boshlar og'rimasin. Nimaga div ishlatsak bo'lmaydimi? Div oson-ku degan tushuncha paydo bo'lishi mumkin. Bularni ishlatishni boshlaganingizdan keyin kodinglar o'zingizlarga ham tushunarli bo'lishni boshlaydi. Shunaqa. Bularning vazifasi div bilan bir xil. Faqat ozgina o'sha kodimizga ma'no berib turish uchun shulardan foydalanamiz. Sizlar bilan Jalol Abdumannoqov bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.